Bugun siz bilan stenokardiya haqida gaplashamiz. Stenokardiya bu yurak mushaklariga yurak tomirlarini qon bilan ta'minlab berishini buzilishiga aytiladi. Stenokardiyada ko'krak qafasida siquvchi, achishtiruvchi og'riqlar, og'riq chap qo'l, chap kurakka uzatilishi, biroz harakatda hansirash, havo yetishmaslik, charchab qolish, terlash kabi shikoyatlar bilan namoyon bo'ladi. Stenokardiyaning sabablari qanday? Stenokardiyaning asosiy sababi bu ateroskleroz, ya'ni qon tomirlarini torayib qolishi. Stenokardiyani qo'zg'atuvchi faktorlar bular jismoniy zo'riqish va psixoemotsional zo'riqish hisoblanadi. Stenokardiyani boshqa kasalliklardan farqlari bu stenokardiyada ko'krak qafasida siquvchi, achishtiruvchi, kuydiruvchi og'riq jismoniy harakatda paydo bo'lishi va og'riq jismoniy harakatdan to'xtaganimizda kamayishi yoki yo'qolishi. Bundan tashqari nitroglitserin tabletkasini til ostiga tashlaganimizda og'riq kamayishi yoki butunlay o'tib ketishi. Boshqa kasalliklarda, misol uchun kardionevrozda yurak sohasida xohlagan payt og'riq bo'lishi mumkin. Nabarot u odatda tinch holatda yotganda ko'krak qafasida og'riq bo'ladi. Og'riq qayerda qo'lingiz bilan ko'rsatilsa, bemor bitta nuqtani ko'rsatadi. Nevralgiyada esa, qovurg'alararo nevralgiyada esa ko'krak qafasida doimiy og'riq bo'ladi. Og'riq harakat bilan bog'liq bo'ladi. Harakatlanganda, chuqur nafas olganda, bosib ko'rganda og'riq kuchayadi. Soatlab davom etadi. Yurak ishemik kasalligi, ya'ni stenokardiyada ko'krak qafasidagi og'riqlar tinch holatda deyarli bezovta qilmaydi. Odatda jismoniy harakatda, psixoemotsional zo'riqishda paydo bo'ladi. Stenokardiya xurujida nima qilish kerak? Stenokardiya xurujida misol uchun bemor yurib ketyapti, zinadan chiqyapti, zinadan chiqadiganda ko'krak qafasida og'riq bo'ldi. Og'riqni to'xtatish uchun biz birinchi navbatda jismoniy harakat to'xtatishimiz kerak. Jismoniy harakat to'xtatamiz, iloji bo'lsa o'tirib olamiz va bitta tabletga til ostiga nitroglitserin tashlaymiz. So'ramiz. Agar 5-10 daqiqada ham o'tmasa, yana bitta tabletga tashlashimiz mumkin. Agar unda ham o'tmaydigan bo'lsa, tez tibbiy yordam mashinasi chaqiramiz va ixtisoslashgan markazga borib, biza to'liq tekshiruvlardan o'tishimiz kerak bo'ladi. Kasallik avjlanib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda lipid almashuv, ya'ni общий xolesterin, triglitseridlarning miqdorini me'yorda ushlab turishimiz kerak. O'sha statin gruppasiga kiruvchi tabletkalarni ichishimiz kerak, xolesterin kamaytiradigan va sog'lom turmush tarziga amal qilishimiz kerak. Chekish, ichishdan cheklanishimiz kerak. Bundan tashqari jismoniy harakatda og'riq kuchayadigan bo'lsa, jismoniy harakatni, psixoemotsional zo'riqishda og'riq kuchayadigan bo'lsa, psixoemotsional zo'riqishni bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib infarkt miokardni o'tkazib yubormasligimiz mumkin? Infarkt miokardni o'tkazib yubormasligimiz uchun biz to'g'ri anamnez yig'ishimiz kerak, bemordan so'rab surishtirishimiz kerak. Ko'krak qafasida og'riqlar bor, yo'qligi, o'shanga qarab davo choralarini ko'ramiz. Davo choralarida yordam bersa, ko'krak qafasidagi og'riqlar kamaysa, yaxshi. Agarda og'riqlar kamaymaydigan bo'lsa, biza koronagrafiya tekshiruvini qilib ko'rishimiz kerak. Stenokardiyaning turlari nostabil stenokardiya, stabil zo'riqish stenokardiyasi va avj olib boruvchi zo'riqish stenokardiyasi bo'ladi. Nostabil stenokardiya ayniqsa xavfli hisoblanadi. Bu infarkt oldi holati hisoblanadi. Nostabil stenokardiyada odatda ko'krak qafasidagi og'riqlar nitroglitserin tabletkasi til ostiga shimganimizda ham o'tishi qiyinroq bo'ladi. Bunaqa holatda biz tez tibbiy yordam chaqirib, maxsus ixtisoslashgan markazga borib murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Stabil zo'riqish stenokardiyasi bu misol uchun biz 500 metr yo 1 kilometr yurganimizda ko'krak qafasida og'riq paydo bo'ladi, dam olganimizda o'tib ketadi. Avj olib boruvchi stenokardiya esa misol uchun bir oy oldin bemor 500 metr masofaga yurganda ko'krak qafasida og'riq bo'layotdi, 5 minut davom etayotdi. 15 kundan keyin
300 metr, 200 metr yurganda ko'krak qafasida og'riq bo'ladi, 10 minutgacha davom etyapti. Bugun esa u og'riqlar 50 metr, 100 metrda og'riq paydo bo'lyapti va 15 minutgacha cho'zilyapti. Demak, masofa qisqarib boryapti, yurish masofasi, va og'riqning davomiyligi uzayyapti. Bu avj olib boruvchi stenokardiya deyiladi. Bunaqa holat to'g'ri ko'rsatma koronagrafiya tekshiruviga. Stenokardiyani tashxislash bu birinchi navbatda anamnez yig'amiz. Bemorning shikoyatlari, qaysi paytda og'riq paydo bo'ladi, nimadan og'riq o'tib ketadi, ota-onasi necha yoshda, ota-onasi infarkt, insult bo'lmaganmi, aka-uka, opa-singillarda infarkt, insult holatlari kuzatilmaganmi? Bu anamnez juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ikkinchi bu tekshiruvlar. EKG, ekokardiografiya, treadmill test, Holter, MCT angiografiya va koronagrafiya tekshiruvlarini o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Eng oltin standart tekshiruv usuli koronagrafiya hisoblanadi. Stenokardiyani davosi. Stenokardiyani davosida biza qon suyultiruvchi preparatlar, beta blokator gruppasiga kiruvchi dori vositalari, kalsiy antagonist gruppasiga kiruvchi dori vositalari, statinlar, ya'ni xolesterin kamaytiruvchi dori vositalari kiradi. Agar bu dori vositalari bizga yordam bermasa, bemorimizning ahvolini yaxshilamasa, biza xirurgik yo'lga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni koronagrafiya qilib, agar bitta ikkita tomirda to'rayish bo'lsa, stentlash amaliyoti, bir nechta tomirda to'rayish bo'ladigan bo'lsa, aorta koronar shuntlash amaliyoti o'tkazilishi tavsiya qilinadi. Buni endi intervension kardiologlar tavsiyasiga ko'ra qilinadi.